Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana 2025-yil 20-mart kuniga qo'yish jarayonlari. Mana qoliplarimiz 20-30 olmuş razmeri. Bular qorin qo'ymaydi, ugalnikli qoliplar. Profil emas. Tortadi qorin ugalnik bilan. O'shaning hisobiga qorin qo'ymaydi. Hozir havo issiq. 5 minutga borib bormay qotib qolibdi ishlar. Mana sifati. Qattiq ishlar. Sal qo'lni zikiradi. Bo'shamas. Mana burchaklari ham joyiga qo'yib turibdilar. Diagonallari ham, qorni ham chiqmagan. Narxlarini videoda oxiriga aytib o'tamiz manzil bilan. Mana sement qo'shiladi. 2 kilo yaqin sement qo'shiladi. O'lchov bor, shu o'lchov bilan qo'shishadi. Bu pena. Yana Xitoy parashok bor. Hindiston granula bor. Qattiqligini ko'rib turibsizlar. Penalarimiz. Bu Hindiston granulasi. Bularni yetkazib beramiz, bulardan ham bor. Bularning narxini oxiriga aytib ketamiz. Parashok ham bor, granulasi ham bor. Bog'lasa qilib beramiz. Mana qo'yish jarayonlari. Bitta xaltadan 3 tadan sal ziyodroq chiqadi. 3 tadan 3 tadan sal ziyod chiqadi baribir. Chunki 3 ta olib bo'lmaydi. Kompressor ham katta bo'lishi kerak gaz balonga. Ha, domilla, nima deysiz? Gapirib qo'ying YouTube'ga. Loyimiz qaymoqday bo'lyapti. Bularga quyimini olib solamiz. Mana bu atqotlar bular maydalanib tuxumga qo'shib aralashtirib qo'shiladi. Bu ham chirib ketibdi.
Hozir bugun 3 kishi ishlab turishibdi. Ertaga 4-chi odam keladi. Bu 4 kishi yo 5 kishining ishida hozir 3 kishi qilib turishibdi. Ertaga zat keladi. Ha, sizda keladi ertaga. Hamma suv toshib keladi. Mana yo'q. Dushanba kuni Obid aka 5 kishi bo'lamiz. bilan brigada tayyorda. Ishlovchilar bo'lsa kelamiz. Qarga olasiz uni. O'zimga ish yo'q hali. Manzil qarshi. Mana Umardagich. Boshlag'anmiz. Ha, manzil qarshi. Oxiri aytamiz endi, oxiri qizdiraylik-da endi videoda. Ne? Afg'onistondan kelgan. Afg'onistondan kelgan. Yo'q. Mana. Rossiyadan kelgan birov. Rossiya. O'zicha? Amerikadan. Xitoy, ha? Bo'lmagan o'zi Xitoy. Ha, Xitoyliklarni ham ishlataylik-da, qachongacha Xitoyliklar ishlatadi? To'xtang, mana ham chiqib olayda. Avval tepaga chiqib oling. Yigirma to'rttacha ish oladi, 1 tonna ish oladi bu. Diqqat tushmasam bo'ldi, ketdi. Mana-ki, ko'ramiz. Kattadan ham, kichkinadan ham bor qurgan. Mana-ki. Burchalarni ko'rib turibsiz-da, hech qanaqa muammo yo'q. Xohlasa qilib beramiz, nechta kerak bo'lsa. Mana qattiqligi gap yo'q. Hammasi tinkilla. Ha? Ha, shuga mana hozir chiqadi 5 minut, 5 minut. Mana-ki. Mana bu ishlar qishga qoldi 3 oy. Yomg'ir, qor. Qotdi o'zi bular. Tovushni eshityapsiz. Sopolda bo'lib ketgan. Hammasi shunday. Sopol. Qattiqlik umuman qo'l kirmay. Qo'l kiradi deydi bir xil yo'q. Qurigandan keyin kirmaydi. Kirishi mumkin qachon, faqat bu bo'shash davr bo'ladi, o'rtaga bir yumshayadi. Sababi ichidagi suvlar chiqib ketishi kerak. Chunki har bir g'ishtga 15 kilodan 15 litrdan ziyod suv bor. O'shalar chiqib ketishi kerak. O'shaning hisobiga sal bo'shashadi. Hozir qanday qattiq, bitta qurgandan keyin bundan ham qattiq bo'lib qoladi. Bitta bo'shashining sababi shu suv chiqib ketgan vaqtda bo'shashadi. Agar bir xillab mana penoblok sex oladi, asosan oddiydan ishlata olmaydi. Retseptini bilmaydi. Mana bu sifatni chiqara olmaydi. Bo'sh bo'lib qoladi. Agar o'shanaqa bo'lsa, telefon qilib o'rsanglar, biz o'rgatib qo'yamiz hammasini. Gips terdan olish kerak, mana parajoklarni o'zimiz ta'minlab beramiz. Kerak bo'lsa, joyiga borib o'rgatib ham kelamiz. Shunday. Qurigan ishlar. Agar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, har kunlik yangiliklarni tayyorlab boraveramiz. Ertaga necha kilo gips, necha kilo sement, qum hammasini ko'rsatib boramiz. Mana. Tovushni eshityapsiz, mana ana shular hammasi qishga, yomg'irga, qorga
Ustiga bir qarich qor bilan qoldi shular. Mana biror narsa bo'lsa, mana shular bo'lishi kerak-chi. Bu razmeri bu eni 12, balali 30, uzunasi 60. Bular asosan domlaga ketyapti. Regaratga domlaga ketaveradi. Katta razmeri 20-30 olmuş. Menimcha hamma bilsa kerak. Bunaqasi balali 30, eni 20, uzunasi 60. Agar shuni shu yotqizgan holatda bo'lsa, eni 30 bo'ladi, balali 20, uzunasi 60 bo'ladi. 1-apreldan narxi qimillaydi deb qolishapti. Endi hozir shu kecha kunduzga kattasi narxi joydan 12 mingdan ortib beramiz. Kichkinasini 8 mingdan ortib beramiz. Agar menga dastavka bilan qilib mashina kerak, mashinam yo'q. O'zlaring topib gaplashib olib beringlar desalar, unda ham kelishaveramiz. Joyda kelib savdo qilsalar, 400 so'm o'tar joyi bor. Endi manzilga kelsak, manzil Umida choyxona chap tomonimiz, o'ng tomonimiz mashina bozor. O'rtada joylashgan. Qarshi shahar. Sal uzoqroq bo'lsa ham farqi yo'q. Dastavkasi bilan qilib beraveramiz, pulim kelsa bo'ldi. Mana qurug'i bo'ladi. Xudo xolasa, xohlagan vaqtlaring kelsanglar, 1000 ta deslar, 2000 ta, 3000 ta, 4000 ta, 5000 ta qurug'ini topib bera olamiz, xudo xolasa. Telefon nomerlar 91 215 33 73. Tagiga yozib ham qo'yamiz. Xitoy parashok granula bor. Ulardan ham agar kerak bo'lsa, 1.150 1.200 ming granula, 1.100 ming so'm parashok. Dastavka qilib jo'natsanglar ham farqi yo'q, mashinadan jo'nataveramiz. Hozircha shunday gaplar. Iloji bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Turli foydali ma'lumotlarni berib boramiz. Faqat bizning ishimiz penoblok emas. Hali yana ozroq vaqtdan keyin yana ishlarimiz boshlanadi. Boshqa bizneslar bor, ularni ham ko'rsatib boramiz. Hammalariga manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Iloji bo'lsa like bilan, kommentariya, kimni nima savol qiziqtirsa, kommentariya yozib qo'ysanglar, qarab javob qaytaramiz. Shu agar penoblok menga yaxshi chiqyapti, nimadan, nima uchun bo'sh chiqyapti, shunday, nima uchun bo'shab qolyapti, qurgandan keyin qo'l bossa kiryapti degan savollarga javob beraveramiz. Agar o'rgatinglar desanglar, o'rgatib ham qo'yaveramiz, farqi yo'q. Shunday.